Buxoro u vaqtda poytaxt emas edi. Poytaxt emas edi. Bu aka ukaning o'rtasidagi bu nizolarga ham sabab bo'ladi. Bu yerdagi holat endi Somaliya davlat umumiy o'sha vaqtdagi yetishi chiqishi va eng qudratli davlatga aylanishigacha bo'lgan vaqt ekan. Hozir to'xtalib o'tishlik soliq masalalari bo'yicha o'rtada kelishmovchilik chiqadi. Sabab nimada edi? Aynan Ismoil nima uchun akasiga soliq yubormay qo'yadi? Bunun bitta sababi Buxoro xalqining beradigan puli soliq. Soliq bilan hozirgi soliq degan bor. Mana daromadimizning nechta foiz bo'lishi. Bu vaqtda shunaqa chorvalik, hosillik, yoki o'zi davlat ishchining boshqa shunaqa soliqlarni hammasi yig'ilib yuborilgan markazga yuborildi. Bu vaqt markaz qayerda? Samarqand. Samarqand. Demak, bu yerda Ismoil yo'q, yuborish xato dedi. Buxoroning o'ziga saqlash kerak. Mana bu holat aynan shu aytgan so'zi va mana shu aytgan so'zi amalga oshirgan ishi buxorolik aholining 2 marotaba, bilib qo'yinglar, 2 marotaba Ismoilning yonida turib yelka-yelka jangga qatnashdi. Ana shuning uchun u oxirigacha boradi Buxoro xalqi Ismoil bo'ldi. Buni yuborgan degandan keyin akasini o'qitdi. Buxoro. Shunday bo'lgan taqdirda buxoroliklarga bosh bo'lib akasiga qarshi urush qiladi. Bu yutib chiqadi. Yutib chiqadi. Undan keyingi darajam xalifalik tomonidan keladigan hujumga ham Ismoil buxoroliklar bilan chiqadi. Kimda? Ismoilga qarshi yuborilgan xalifalik tomonidan bir necha norozi bo'ladi. Boshqalar yo'lidagi bor Ismoilni yo'qotdi, sen u yerga qurolni qilgan, sen o'zing rahbarlikni boshqargan deydi. U o'zi keladi, kunlarda konfliklarda bo'ladi. Ha? Amir ibn Lays mi o'g'li? Amir ibn Lays. Ha? Lays. Yo'q, sen boshqasi emas. Bu kelgandan keyin bunga qarshi urushlar, buni ham yutib chiqadi. Bu devor bo'lgani mana Buxoroning qudratli davlatga aylanishiga sababchi bo'lgan omil hisoblanadi. Bizda faqat men hudud jihatdan keltirgan sababi o'sha davrda qudratli davlat bo'lgan. Qudratli davlatga aylantirgan qaysi hududlar kiradi? Buni ko'rishlaringiz mumkin. Mana Xuroson, Xorazm, Farg'ona, Usturshona, Samarqand, Kesh, Buxoro, Shoxoriston, Balx, Mar, mana Qamariston, Eronning tarafi. Mana shu hududlarni egallovlar endi siz eng kerakli bo'lgan nima? Hozir o'rganayotgan mana o'sha davrda mavjud bo'lgan shahar va nomlar. Shahar va nomlar nima deb aytadi? Bizning eng asosiysi Kesh. Ya'ni Kish deb. Bu men avvalgi mavzuda seminarda ham aytdilar. Kesh shaklida ishlatilgan. Kitob hududiga to'g'ri kelganini ko'rsatgan. Endi bu xaritalarda yaxlit berildi, asl boshqa xaritalarda aynan sahro, qum, quruqlik va adir, tog'li hududlarga qarab edi. Kesh esa o'sha hududda yashil ko'rinishda. Yashil ko'rinishda. Mana shu xarita shu narsani tashkil etadi. Endi yana bir e'tiborli jihatda bir narsani qaratish kerak. Bu yerda hukmdor, shojdor bosh kiyim. Bundan tashqari bundan keyingi bo'ladigan qoraxoniylar hukmronligiga xuddi shunaqa bo'lishi. Endi mana bu boshdagi bu haykalni kimda kim borgan bo'lsa, qo'shni davlatimizdan aynan haykali bor. O'sha haykaldan bo'lgan. Xo'p, aynan yozmalarga majmuada juda katta ma'lumot berilgan, kerakli yozmalarga yo'llarni sizlarga olib kelgan. Mana shuni o'zlaringa tushunarli qilib yozmasalar bo'ladi. Somalilar qachon Borondan qilingan idora hech kim muvaffaq bo'lishi kerak. Mana 2-yillardan boshlab Ahmad Ismoil ideya olinishi va qachon bu yerdagi tashqi qurilishlarni barpo boshlantirdi. Shuni yozib olishgan.
yozuvdi. Ko'rinyapti. Ha? Oha, yoz. Qisqartirib, tushunarli yozadi. Ko'klar emas. Yerga ko'p ma'lumot bor. Men aynan kerakli qilib, yaxshitlab keltirgan. Sababi arablar, arablardan keyin siyosiy parchalanish yuz berdilar. Zaiflash, xalifalik davlatni birinchi bo'lib qaysi davlat, qaysi sulola vakili tomonidan mana bu yerda birinchi marta siyosiy jihatdan parchalanib ketgan olagan birlashtirgan shaxs. Ismoil To'g'ri haqida savollar oladigan so'zlar shu shaxsdan boshlanadi. To'g'ri. Aslida savollar
Qani bo'lmasa, dars bo'ladi. Sizlarga esa dars bo'lib ketadi. Endi ta'birlar bo'lib ketsa. avvaldan keyin boshlanib Yaxshi. Demak, bu matn orqali 9-asrda Somoniylarning kelishi, Movaroun Nahrda bu so'z arablarga kelishdi. Arablarning zaiflashuvi va undan keyin Ismoil Somoniy davomida Kesh Nasaf hududida yangi davlatlarning siyosiy mustaqillikka erishishi to'g'risidagi ma'lumot daxllarni keltirilgan. Bular o'tizgan. Demak, mana Ismoil Somoniyning arabchilar tomonidan keltirilgan qiyofasi. Bu sizlar aytishlari mumkin. Joylash, qarab bermasdan. Bu esa Tojikistondagi Ismoil Somoniyning haykali. Buni ko'rishlaringiz mumkin, demak tojiklar ko'rishlaringiz bosh qismasida keltirilgan. Tilla suv yuritilgan deyiladi, asli tilla emas. Bu katta ko'rinishdagi haykal, odamlar qachon ko'rib turibsizlar. Aynan somon bulbulidan foydalanadi va bu nimaga tegishli? Endi sizlarga shu o'rinda misol Buxoro bo'ladigan bo'lsa, Somoniy bo'ladi. Tojikiston deyapti. Yani egalik degan bizning ota-bobo, Timurga Kesh Qashqadaryo. Bizlar ta'limliklarning olamiz, to'g'rimi? Nima uchun? Tojikiston. Asli Buxoroda. Ochib bo'lgandir.